Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz navbatdagi obyektimizni yakunlab berdik. Bu yerga ham 150 kvadratlik bakli o'zini-o'zi boshqaraveradigan aqlli kotyolimizni o'rnatib berdik. Bu xonadonimiz jami 4 xonadan iborat. Bu yerga 6 ta radiator o'rnatib berdik. Xonadonimizga kiradigan bo'lsak, mana romga bitta tarafiga o'rnatib bergan radiatorimiz. Bu yerga issiqliklar keldi. Hozir ispitaniya jarayoni ketyapti. Juda ajoyib tarzda ishlayapti, xudo xolasa. Shu paytgacha ishlarimiz juda chiroyli tarzda ishlagan, xudo xolasa uyaltirmagan. Bu radiatorimiz romda ikkinchi tomoniga o'rnatilgan radiatorimiz. Kuxnyamiz ham anchagina katta, shuni hisobiga o'zini kvadraturasidan kelib chiqqan holda bu yerga mana ikkita radiator o'rnatib berdik. Jami 4 ta xonaga 6 ta radiator o'rnatib berdik, xudo xolasa. Endi uyda egalari qishdan bemalol chiqishlari mumkin. Kotyolimizni ishlashlarini ko'rishlaring mumkin. Juda shovqinsiz, shumsiz, mana o'sha 50 gradusga olib chiqqan. Endi buni tozalashlariga keladigan bo'lsak, tozalashi juda qulay. Ko'p vaqt talab qilmaydi. Mana shu o'zining maxsus tozalash anjomi yordamida bemalol kulini olib tashlab, mabodo yig'ilib qolgan paytda qisqa vaqt davomida olib tashlanadi va bekitib qo'ysangiz bo'ldi. Bu juda katta vaqt talab qilmaydi. Bu obyektimizga jami bo'lib 27,5 million, 28 million atrofida pul ketib qoldi. Shu kotyollar, usta haqqi, materiallar hammasi ichida bo'lib turib, mana shuncha pul ketgan. Agar sizda ham shu 100 kvadratga yaqin obyektingiz bo'lsa, endi sizlar ham taxminiy summani bilasizlar. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin.